sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'rmadingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sofliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Yaxshimisizlar, xush keldingiz programmamizning aziz mehmonlari. Hammangizga xush keldingizlar. Xush keldingiz programmamizning bugungi soni bilan sizlar bilan qayta yuz ko'rishganligimizda intayin xursandmiz. Bugun sonimizga taklif qilgan aziz mehmonlarimizdan Suyumlik inim Yusufjon Mijit, Mutallibjon Qovul va Mahmudjon Mamud. Bugungi aziz mehmonlarimizning biz bilan suhbatning ko'ngilli bo'lishini chin dilimizda umid qilamiz ham sizlar uchun. Ma'lum bir ma'nilik minutlarni ato qila olishimizga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Bularning qolgan ahvollari bilan tunishib chiqaylik. Endi bugun men yaxshi ko'radigan yigitlarning ichida, mehmonlarimizning ichida Mahmudjon inim bizning suhbatimizda biz bilan bo'lib o'tadi. Intayin xo'shalman Mushufkan bilan shunday bir ham suhbatda bu. Men xushal ustoz, rahmat. Nurg'un men yaxshi ko'radigan yigitlar bilan, inlarim bilan bizning yaxshi ko'rgan qarindosh do'stlarimizdan davomli uchrashib turamiz. Ammo shu ma ikkimiz bir-birimizni shunday yaxshi ko'ramiz, lekin jiq uchrashamadiq. Ancha-muncha tuxum ichamadiq billa. Atigi naqshni ovozni yaxshilayamadiq. Shunday. Mashqda billa bo'lamidiq degandek. Jumladan endi bu Mahmudjonmi men chin dilimdan hurmat qildigan. Rahmat. Bir pishqan naqshchi, ijodiyatchi, uning ustiga hozir biz paychi deymiz endi. O'zimizning bosh sharoitida kompyuterda media orqali chelib o'zining ijodiy aholarini puturib, do'stlarga, hatto o'ziga hamma narsani o'zi tayyor qilib, bunday aytganda bizga bir ishonch tuyg'usi beradigan bir san'atchimizda. Rahmat. Bizning sohada. Bizning Jipak yo'li sadosining tunji qaroridagi o'quvchilarimizdan biri Mahmudjon shu vaqtida musobaqa qatnashgan tunji kundan boshlab har ishda aka xotirjam bo'ling deydigan bir eg'iz gap bor. Buni xotirjam qanday gapni desam, aka xotirjam bo'ling deydi. Bu bir eg'iz gap nereden keldi desa, buni tajribasidan keldi. Balkim bizning boshqa o'quvchilar qaraganda buni ko'rgan, bilganlari ko'proq bo'lishi mumkin. Shuningdek, meni da bir o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bir gapim, birinchi kundagi tanlashda amaliyotda ustozona hammasi Mahmudjonga o'rindiq aylantirib qo'ygani. Mahmud Sulaymon, Erkin, Nurnisa, ma'lumlarning hammasi buning uchun muhim. Men o'ylayman, qaysi birini tanlasa Mahmudjonninki istiqbol uchun o'xshashlar kuch chiqardi. Biroq shunday ichida qanday bir o'y tuyg'uda hissiyotda Abdulla akamni tanlayman degan ishlar bir qarorga kelganim qolgan bor. Bu maslakka kelsak, ustoz, men kichikdan boshlab naqsh etaman. Aqlim topsam naqsh etganman. Demak, shu chaqlarda televizorda meniki hamda havas qildigan radio televizor bo'lsin, yangrayotgan naqshlar chiqayotgan kuylarning hammasi demakchilik sizning bakroq avjagan, mening qiziqqan bir zamonim to'g'ri kelgan ekan. Sen 90-yillar degandek. Shunlar men shu chaqlarda sizni ustozim deb o'ylab qo'yganda ekan. Garchi biz ko'rishmagan bo'lsak-mu, tushimda ko'ratdim-ku sizni. Tushim kirib oldingiz. Sizlar yurib ketibdi-ku biz tag'mi bag'imba. Lekin amaliyotda bunda bir kunlar ulushaman deb o'ylashib bakmagan. Tushimda uni ko'rib bakmagan, lekin billa yurganim bilan. Keyin kunlar kelgan vaqtda biz taraq qildik, maktablarni bitirdik. O'z oldimizga
kasbda taraqqiy qildik alag'illar bilan tirishib. Keyin san'at institutiga keldim. Naqsh plastinkalarni chiqardim, naqshlarni taqatdim. O'zim kuchliq bir qo'lliq ishlarni topdim. Lekin shu jarayonda butunlay sizningki mangan yo'lingiz, uslubingiz, xarakteringiz bilan anglab turib, ko'rib turib, yoki siqib turib degandek. Bu kasbga izchil sizni o'rnak qilib boshqa ustozlarni o'rgandik, boshqa ustozlarning naqshlarini anglab turdik. Ulardan o'rgandik. Bakroq sizni o'rnak qilib turib, mush kasbga kirgan. Shu endi men Ipak yo'l savdosiga qaytib kelsak, 2014-yili bo'lgan ish bu endi. 2015 taqatda. Shu chaqda men o'zimningki amaliyot chiqqim yo'q, Abdulla aka. Programmaga chiqqim yo'q. Men nima uchun shu programmaga chiqqaman desam, faqat sizga tortishib chiqqan. Sizga bo'lgan bir mehr-muhabbatim. Ikkimizning o'tirdiki bir ustoz shogirdlik munosabatini oydin qilib o'tadi. Bir o'rnatib o'tay deb shu niyatda chiqqan. Amaliyotda mana chiqqim yo'q. Maqsad mudda shu. Aslida o'zi balkim bizmi kichik vaqtimizda hamda hozirgidan silna sharoitdan oldikida to'yarak ahvolimiz. Nima ish qilsa, men kichik vaqtda faqat radio botdi-ku. Radiodan men o'zim yaxshi ko'rgan ustozlarning naqshini anlay olmayman chunki. Men shu kichik vaqtimda hozir Mahmudjonning gapini anglab, havas qilgan naqshchilar ustozlarimni shu billa o'tirib naqshi anglayotgan yoki oiladagi tuqqanlarimga meni ustozim deb baqirib ketdim-chi. Men yaxshi ko'rma demoqchiman. Ha deb qo'ydi. Radiodan. Shunda bo'ldi ekan-chi, ba'zi narsalar. Biz ko'rishishimiz hojat emas ekan. Ba'zi narsalar dastlabki biq surayotgan bir holatida cho'qim yana bir narsalarni yoki bir kishilarni yoki ularning uslubini o'rnak qilib qoldik ekan. Mana bu shu hozir bizning davrimizdagi Chungbay yoki bo'lmasa Finsi degan o'tirib munosabatlar o'xshaydi bu. Bu ashna shakllangan narsa ekan. Buni to'g'ri tushundim. Mahmudjonning shu 2007-yili deyman bir naqshisi shu yosh bolalar orasida moda bo'lgan. Ismi Ay qizg'o deyman. Ay qiz. Bizning ham o'zimiz yaxshi ko'rgan inimiz bo'lgandan bu naqshlarni ko'nisini, yangisini ham anglaymiz-da. Rahmat. Shunday ichida shu 2007-yil taqilgan naqshisi mening his qilishimcha yosh bolalar ichida biroz ta'sir qo'zg'agan moda bo'lgan naqshi. Ismi Ay qiz. Buni shu tekst, mening bilishimcha tekstlar, hammasi o'zini. Hozir bo'lgan bo'lsa, balkim yana boshqacha bo'lishi mumkin shu. Balkim. Ashuna putib chiqishi. Balkim 2007-yili deganda hozirgidan bu 10 necha yil burun narsa. Musobaqalardan burun shunami? Hatto san'at maktab kelishdim burun. O'tir maktab bitirib bo'lgan bir ishlar. Shu qizg'inlik, shu bir muhabbatdan chiqqan naqshida shu naqshining kelib chiqish jarayonini bir so'zlab beraymi? Chaqlar hozir degandek san'at maktabida o'qimagan. O'tir maktabdan butagan 20 yoshlar kirgan vaqtim. Shu bir qizga kuyib qolibdi ekanman deb o'yladim ham. Shu necha yosh? 20 yosh vaqtimga deyman. Tunji birsi kuyib qolgan vaqtlarim ekan. O eliqi billa mingish emas. Bir vaqt tomoq yemaganman qizlar. Mana o'tgan vaqtlarda men yakanda vaqtlarim bu. Yakanda shu restoranlarda, klublarda bir qancha yerlarni naqsh etib yakanda qilib bir ko'zi ko'rinib qolgan vaqtlarim. Lekin chog'izlarda xizmat bo'layotgan. Bir CD plastinkalarni chiqarib yurgan vaqtlarim mashada o'zaro. Shu ilhom bilan u Ay qiz degan naqsh yozilib qoldi. 2007-yili Urumchiga kelib Mamtun Mahmud ustozimiz, ustozim. Muzik ishlashdik ham men o'rnak qilgan inshaalloh. Siz bir qancha nodir naqshlarni aytgan akamning. Mamtun Mahmud amaliyotda shuni tushuncha berib qo'yay. Mamtun Mahmud sizning akangizmi? Mahmudjon Mahmud bo'lgandikan deydigan biri. Jiq savol bo'lib ketgan arliqchi. Dadining ismi o'xshagan ekan. Mamtun Mahmud akam Makitdan. Nima ekan? Faqat dadimizning familiyamiz o'xshab qolgan edi. Dadimizning ismi o'xshab qolganda. Akam qishga kelib men 10 necha naqshni yozib keldim. So'z muzika mana. Akam shu Xinhua Nello mush yo'lda ishxonasi bor vaqtlar ekan.
ishxonada ishlab bitirib berdi. Men o'chalar kichik media uqmayman. Shunxonalodagi Gavsin to'g'ri. Shu yerda ishlab 2 oy vaqt ketdi. Shu 10 necha naqshning musiqalarini chelishga. Shavkat Kam bir 2-3 chaldi. Andan o'zimiz janobda 2-3 chaldik. 10 necha naqshlarni tayyor qilib CD-ni har qaysi do'konlarga, unsin markazlariga opadim men. Bir qanchasi oldi. Bir qanchasi mamam ishoniqa bizning vaqtimiz yo'q. Bu chaqda bu Aj bozordagilar toza aldirash vaqti. Aldirash vaqti. Masalan, men sizningki nimangizni ishlayotgan plastinkangizni taqtiyotgan Nova, Delkuye, Choliq qushtamdo ish qilib chiqdi. Bir qancha Qorliq degandek bir qancha yerlar kirgan. Muhabbat stozi degandek. Ular diqqat e'tiborini salmagan. Arliqda ketdim yoki ko'nglim yerim plastinkaga men 50 ming koy pulni elib kelganda Urumchiga shu chog'da 40 ming koy qo'ygan. O pul 2 oy qolmay tugidi. O chog'dagi 40-50 ming koy pul hozir qiljiq pul to'g'ri keldi. Tugidi qaqsanam bo'lib men shu bir tal diyezni elib ketdim yakanga. Arliqda Şinjan Televizyon Stansiyasi Nova programmasini o'zining yo'l qo'ydi. Men plastinkani avatdim, Salimjon Hasan degan Doyan akam batdi. Shu akam men sen xabar qilma dedi. Arliq bir oy o'tdimi? Bir kun uxlab olsam, shunda kayfiyatim nachar ekan. Atganda telefon keldi. Ukam naqshang yordi, ay qiz degan naqsha. Kelamsa deganda, "Voy aka baray Mutalibjon. Voy men baray." Dedimda, pishibdi oniraman dedi. Shundan anda kashtilmangsa, o jag'larda apuzga chiqadigan vaqtlarimizda aeroplan qilib chiqarmaydi. Hozir aeroplan keng olib ketdi. Aptuzda yakandan keldim. Ertasi keldim. Bugun masak ertasi kelimizda. Kelsam shu xalqaro cho'ng bozordagi Adil Sirk maydonida, Jumlaq maydonida. Jumlaq maydon botdi. Ashada suratga repetis qilibdi, kechdi surat qildi ekanmiz. Ashaga Mayra Abdug'ani adam riyosat shal chaqadi. Basam Çolpallarımız Badılnar Abdullah, Enver Hakim, Ekber Kahraman, Muratcan Muhtar qatarlıq. Eşlardan bir saniye çıktı ekan. Shu kunki qatnashchilar qatnashchilar ichida. Shundan yarim soat paylan qildik, mashq qildik-da, endi sani ko'rib, qilgandan keyin kechtiribdi. Saniga chiqdi. Sakrab turib, kichik yosh bo'lgandan keyin xijilolashni uqmayman-da o'chaqlarda. Hozir sal unda ig'irlashib qopdik. Çalab bek şoxvaqlarımız ekan. Sakrab turib aytib o'tdik. Shu programmada, shu kunda nayt alqishliq bir naqshda qatardan bo'ldi bağlashdi. Shundan keyin programmadan chiqdim. Haftadan keyin u unsin markazlaridan talash tartishida qoldim men. Plastinkani aka biz ishlaymiz ham. Boshqani o'ylashimiz deb. Boshqani o'ylashimiz. Shuni bilan keyinimga bir qancha kirgan bo'ldi, aloqalashgan bo'ldi, lekin men u chaqda u bizningki yana bir og'inimiz bilan dish bo'lganda uni ishlaydigan. U Sirdash unsin markazi degani ishlab taqtidigan bo'ldi. Shu 2018-yili 2-oyda, 1-oy, 2-oyda 2 oy suratga oldik. 14 naqshliq amini. Shundan VCD plastinkasi bitdi, DVD. 4-oyning 20-chisida bozor soldik. Televiziyada tashviqot qilib, radio tashviqot qilib bozor soldik. Bozorgandan keyin yaxshi ko'rinarlik unumlar bo'ldi. 1-2 yil janub va shimolda o'yinlar bo'lib ketdi. Va aslida rasmiy o'yinlarda vaqtlarimiz. Sanlarga chiqsa qirachira bo'lib ketdi. Gulchamraklar ko'milib ketdi. Siz bilan birga o'yin qo'yib boqmabdi ekan shu davrlarda. Qobay degandek chiqib izdishimiz, tilfilishimiz davomli, biroq zadi bir sirdishdigan yoki bir birga o'yin qatnashsam fursat bo'lmay qoldi. Shu chog'larda masalan Mo'minjon akam, Mahmud Sulaymon akam, Xosiyat Qurbodam va qatorliq barliq cho'lponlar bilan asosan o'yinga qatnashib qoldim, o'yin qo'yib. Abdulla akam bilan qatnashib qolmabdi ekan. Shu vaqtlardan keyin anadan kelib boshdagi ochiq aslimilar, ko'ngilsizliklarning hodiq chiqqandek bir hissiyat bo'ldi. Bir mezgillik bir jafo mushaqqat yoki ko'ngilsizlik yuz bergan bo'lsa-mu, natijasi yaxshi bo'ldi-da uning oxiri. Bu bir yaxshi asar
ahir o'zini ko'rsatadi. Shunda bir naqsha hammani so'rab chiqdi da bu yerda. Hayırlığını dal joyiga keldi de bu adam her ishning bir vaqt soat bo'ldi ekan. Shu naqshni zodi ashunda bir hammadan bevosita shu Mahmudjon Mahmud o'zini ko'rib turib naqshni o'z og'zidan anglaydigan bir fursati bada shu vaqt kelgandan keyin mana shu Navo programmasining Gwanjonlar bor, tomoshabinlar bor. Shu kunlar inkas nəhayət yaxşı bo'lgan məsələdir. Shuninglarla o'z kuchini ko'rsatib ketgan. Hatto mushu butun plastinkadagi 2007 yil moda bo'lgan ey qiz degan shu naqsha suribla undan keyingi bolalarga biz o'ylashmoqli deganlarni qayta o'ylashadigan bo'lib ketdi. Bu mana bir fursatda. Undan keyin ham mening his qilishimcha bu inim shu fursatni oqidan bo'sh qo'yib yotmadi. Orqa-orqadan yaxshi asarlarni undanmi yaxshiroq yozish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatdi deb o'ylayman. Shunday. Sarkarda Alkuyar yurishlik isbotlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi soflik va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kartinasida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda isbotlari tish va tishmilik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qtadi. Sarkarda Alkuyar yurishlik tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik tish pastalari. Sarkarda. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yüzünüzge en yarışıdığını illik külkünüz. Külkünüzge yarışıdığını durdana sağlam tişiniz. Çiş sağlamlığı meselesini ben Sarkarda tish doktorga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastillari. Mening nazarimda Mahmudjon Mahmud inim o'zininki maydoni mustahkamligi, qat'iy irodasi, keskinligi bilan menga shunday bir xil mustaqillik ideyasini aytib kuchli bir tuyg'u bergan enimda. Rahmat. Balkim shu sababdanmi mening mang'ayliqqa sirtdagi odamlarning bergan bir uchurlari bor, lekin aralashqib bo'lmaydi, odamlar aralashmaydi deydigan bir bunday gaplar bor-da bolalarning. Men deyman, sen berib izla. Odam aralashmaydigan ish bor. Balkim men shuni o'ylayman, o'sha Mahmudjonning ba'zi keskin mijozi, qat'iyroqda o'zining irodasi, o'zining maqsad to'g'ri bir ideyasiga yoki maqsad modallarini ishga oshirish yo'lida ikki taraf ig'digan manda mijozi yo'q. Shuning uchun balkim boshqa sirtqi kuchlar uni ta'sir qilolmaydi u jihatdan. Boshqa bir ideyalar balkim bunday odamni osonlik otgacha deb tushunib qoldi. Shunga bizga aralashmaydi emasmi deydigan bunday fikrlar bo'lib qoldi. Shunga masalan bunday gapni olganda men deyman, unda sen berib tushunib baqlabchi. Hatto o'zing izlab, xuddi mutallib o'z berib izlab ko'rishib do'st topgan o'xshash. Sen agar birdan Mahmudjon muzik ishlaydi, ijodiyat ishlaydi, naqsh aytadi. Masalan, mushna fikrlarim bor. Naqsh bizga oshmaydi deydi-chi. Naqshni bizga oshmaydi deganini men to'g'ri tushunmadim men. U naqshchi bo'lgandan keyin balkim o'zi aytishga ehtiyoj bo'lib qolishi mumkin. Biroq endi boshqa jihatlardan do'st kerak odamga. Sizlar berib bizdanglar tushunib qo'ying. Mush jihatdan sening mushunda xato tushunib qolgan do'stlarga yoki bo'lmasa sen biz bilan aralashib bo'lmayapti deydigan yoki sen bilan izlash fursat topolmayotgan do'stlar deydigan ko'ngil so'zlarim bor. Ma gapni aytib joyida so'rdingiz. Men mush avvalni xil burun his qilgan. Boshqalarningki inkosini anglagan. Yavoyi bizga aralashmaydi debchi bir xil. Ashta deydigan bir fikrlar bor. Amaliyotda men undaq emas. O'zimga guvohlik berma. Men unda odamlarni bak o'sh ko'rma. Unda yavoyi emas. Men yavoyi emasman. Naytda kuyimim bor-ku, mehrim bor. To'g'ri. Boshqalarni bak o'rimtni qilish bilma. Sabab nada desa, birga men bak so'rinlar aralashmayman. Chunki so'rinda men keyf sapani qilib ketmayman demakchi. Men vaqt o'tkazishni xohlamayman. Vaqt o'tkazishni xohlamayman. Men ko'pincha kichikimdan boshlab shu san'at naqsh muzikani yaxshi ko'rgan bo'lgach, vaqtimni shunaqa isrof qilma. Beka vaqt o'tkazishni yaxshi ko'rmayman. Uning ustiga
demakchilik sal yolg'izlikni yaxshi ko'rdi ekanman o'zim. U faqatla meningki akavurligim va yoki boshqa hech qanday mijoz emas-ku. Amaliyotda o'zim haqiqiy qabul qilgan, menga haqiqiy yaragan do'stlarim bo'lsa, aloqalarim bo'lsa yoki ustozlarim, men haqiqiy yuragimni, mehrimni beraman. Lekin men xato tushungan, meni pastga bosadigan va yoki meni qo'llamaydigan aloqalarga men yaqin yo'lamayman. Meni bir to'g'ri tushunsang bo'ldi. Men kabi bir tushundiray deb o'zimni avar bo'lmayman. Chunki ularda qobiliyat bo'lsa, mening qalbimni tushuna olgan bo'ladi. Endi aynakda biz qanday bo'lsak aynak shu chiqadi emasmi, ustoz? O'zimni maqtamayman, balkim menda nurg'un kamchiliklar bo'lishi mumkin. Kamchiliklarni yengishga kundan-kunga tirishyapmiz. Shunda xato tushungan bir avvallarga nisbatan men amaliyotda undoq emas deb qat'iy guvohlik beraman. Bundan keyin to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Ham men hargiz vaqtimni isrof qilgim kelmaydi ekan. Sabab shu. Buni to'g'ri tushunishga bo'ldi. Masalan, u o'zi davatida Mahmudjon kichik vaqtimni tortib, mushu yo'lni yaxshi ko'rgachga, oxir yetmoqchi bo'lgan orzularim mushu bo'lgachda, men mushu ish ustida vaqtimni o'tkazishni yaxshi ko'raman. Odatda behuda so'rlar bag'im kelmaydi. Yana birga ustoz, men o'zim noit oyayman-ku. Bak oyayman. Bu oyayma deganim munosabatsiz ishlarga aralashmayman. Bishim saq yurayman-ku. Bishim saq yurayman. G'aybat shikoyat bor, ushaq-tushak gap so'z bor, kayf-safa so'rlarda vaqtimni isrof qilmayman. Shundan boshqalar qanday o'ylaydi? Odamga aralashmaydi. Akavo. Tushunolmaydi deb bo'ladi. To'g'ri, shu menga yetgan inkaslarimiz shu. Mana bugun shu suhbatimiz orqali biz eng ko'nglimizga gaplarni deyishyapmiz. Balkim shu do'stlarimizning shu Mahmudjonning yurak gaplarini anglag'isi bor. Tushunishga fursat topmaganlari mush orqali bir tushunish asli qildi. To'g'ri. Bu programmamizning yana bir maqsadi shu o'zaro tushunish. Endi mushu mijoz shu. Ya'ni yetmoqchi bo'lgan orzuga yetish yo'lda ketyapti. Burun qiyin bo'lgan bo'lsa, hozir unda osonroq bo'ldi. Texmi yiqilishyapti maqsad. Orzuga o'zi yozgan naqshini o'zi hozir peychi qila oladi. Luyin qila oladi. O'zining o'tisidan chiqadek so'g'in qila oladi. Hozir u o'zining o'tisidan emas, ehtiyojlar ko'p bo'lyapti. Shu balkim nurg'un naqshlar bizmi aning halqi naqshlarning funksiyasini yaxshi ko'rganlar bizni eksak bo'ldi deydi-da. Jumladan Mahmudjon shu akam Abdullah misli naqshani yaxshi ko'rdi. Agar o'zingda ishinib qolsang, men baysan. Ishinib qolsam emas. Men barliq naqshlaringni buningdiki malla aytimsa aytmaysa deb qolsangiz masalan. Men rozi. Shuning uchun. Shunday yaxshi. Shunchalik daraja hurmatim bor. Bugungi kunimda mishada oldingizda o'tirib siz bilan paranglashishim, sizlar naqsh etishim, bunda bir Mahmudjon Mahmud deb azroq bir ko'klab chiqishim butunlay sizning turtganingizdan bo'lgan. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, to'g'ri. Naqshanglashilgan. Endi men mush kasb jihatda yana desam yana shu izchil boshdan oxir sizni hurmatlab keldik. Bundan keyin cho'qim hurmatlayman. Ustoz otadek ulug' deymiz. Shunga sizni necha vaqtni izlab bo'lolmasligimning sababmi hargiz meningki abay degandek mumkin emas. Biz sizning oldingizda qat'iy bir umr ya qarab turmiz, hurmatingizni izchil qilamiz. İzlab bo'lolmasligim sabab abay mutallibcham deb o'tdi. Bak izdigim bor. Kunda yoki 5-3 kunda bir gap qilib bunday qildim bor. O'zimni oyog'inim. Chunki sizning nurg'un besimlaringiz bor. Biz jinimizda kunda ishlarimiz olib ketib bordi. Sizning biznikidan 100 yashitsa jiq bo'lishi mumkin-da. Shunga sizni avar qilgim kelmaydi ekan. Shunga 7 kunlarda, ayamlarda, bayramlarda va yoki bir faoliyatlarda hamda uchrashsaq tatliq deb o'yladim. Bundan keyin xohlasangiz pat izlab turishga ruxsat qilsangiz izlasam. Ruxsat bo'lmay. Menga o'xshash undidar gap qilib bizar qilib turma. Men faqat bak hurmatim bor, lekin izlab zeriktirib qo'ymaydi deb o'ylayman. Bu Mahmudjon bunda bir har qaysi hayoti o'zini oyaydi ekan. Shu mijoz shuna menga tushunma, lekin bizning sizlar dematlik yosh bolalar endi bizda o'zim bilsa yosh bolalarimizning ichida qancha ijodiyatchi bor, qancha naqshchi bor, qo'limizni sanasak bilan tuya qoldi. Umuman ijodiyatga ehtiyoj ko'pchi. Ijodiyatchilardan naqshchilar ko'proq emasmi? Shunga balkim ehtiyoj ko'proq bo'ldi. Endi ular
amele bevosita tanışamaganlar, biz bilan ko'ngil yaqinlar, biz orqali ijodiyatchilarni topmoqchi bo'ldi. Pichi qildiganlarni, do'yin qildiganlarni tanlamoqchi bo'ldi. Biz men ba'zida shunda biz biladigan inlarimiz Mahmudjon bor, falan bor, piston bor deymiz. Uni vaqt yetmasa Mahmudjon bor, Mahmudjon yetmasa Yusufjon bor deymiz emas. Uni tunishmaymi? Ya bo'lmasa o'rlashmaylik bayatni degandek. Ödem aralashmaydigan deydi. Men shuni bu qator mush programmada cho'qim mush fikrim bilan bir tushunch berimiz mushunga qarab qo'yilgan. Meni tushunjamda Mahmudjon nayt tartib, nayt o'zini ayash, boshqalarga malollik yetkazmaslik, undan o'zining xohlagan yaxshi bo'lgan ishini qat'iy davomlashtirish, vaqtni isrof qilmaslik o'zining balkim tunmaydigan yoki bevod vaqt o'tkazadigan ishlar aralashmaslik mumkin. Shunga do'st izdemoqchi bo'lgan izdinish kerak. Barliq do'stlarimizga yana tavsiyamiz, mana yaxshi bir do'st topish uchun, yaxshi bir hamkorlik topish uchun ko'proq o'zimizdan ko'rishimiz kerak, izdinish. To'g'ri. Yo'lni topishimiz kerak. Bir sabablarni chiqarib o'zimiz ko'proq izdanishimiz kerak. Shunga bugun bu suhbatimizning ayg'im yaxshi bo'ldi. Yana bir Mahmudjonning qat'iy irodalik deb tushuntirishimning sababi onu o'zining yo'ldan yanmay hozirgi kelgacha menga men bir isbot topgan ayni vaqtda Urumchi keldi, nurg'un narsalarni o'rgandi, bu yerda ma'lum bir asosga ega bo'ldi. Undan keyin yakan qaytib ketdi. Yakan qaytib ketgandan keyin bir mezgil u yerda aslima yakan xalqi bir az o'zining Mahmudjonni e'tirof qilishga erishib bo'lgan vaqtda keyin chiqamagan vaqtlar qaytib ketib, ham bir mezgildan keyin bir ko'ngil yerimchilik bilan yoki ranjish bilan qat'iy holda Urumchiga ketishni qaror qilib kelgan degan mana bir uchirini bilmanda. Shu shunchalik Mahmudjonning ko'nglini og'ritib qo'ygan bir sabablar bo'lishi mumkin bu yerda. Ondan bunda his qilsam, u kelgandan keyin rost deganda yakan qaytib ketmabdi. Shundaymi? Shunday. Qaytib ketmabdi. Izchil mishadi. Yolg'iz qolsinmi, yolg'iz qolmasmi, bu ishni qat'iy davomlashtirib ketdi. Mana bu meningki irodasi qat'iy ekan buni degan bahoni berishimizga shuna bir asos. Shu chog'da bir ko'ngil sal ko'ngilga keldigan yoki ko'ngil yerimchilik bo'lgan ish bormi? Endi yana buni boshdan so'zlash to'g'ri keldi aka. Men dadamdan 4 yosh vaqtimda qolibdi ekanman. Dadam shu Kachon yezim yakan Kachon yezimizga shu yezi boshqa ishlagan adam ekan. Kadr adam. Men dadamdan qolibdi ekanman. Anam rahmatlik. Anam 2008 tugab ketdi. Plastinkam chiqib 2 oydan keldi. Anam men dadam ana olib biqib cho'nqibdi ekan. Ular meningki men kasbni qilishim toza yaxshi ko'maydi. Shu ko'nglim yerim amaliyotda. Majab o'ydikilar yoqtamaydigan ishni qildi. Deb shu vaqtlarim 20 necha yosh vaqtlarim. Shuni bilan men shu qapchilikda Urumchiga yenib chiqib, plastinklarni chiqarib, to'xtamay tirishib 2010-yili san'at institutiga o'tab, ijodiyat kasbida o'qib, 2013 bitirib, 2014 Yipak savdosi qatnashdik, siz bilan didorlashdik. Shu asnoda ham to'xtamay yilga necha taldan ijodiy naqshlarni taqib, kuchimizning yetishicha, ya'ni Janub Shimol o'yinlar qatnashib, to'xtamay tirishib keldik. Yakanda bak yaxshi naqshchilar bor. O'tilibchan bildi. Bak yaxshi naqshchilar bor. Haqiqatan qoyilqlarlik darajada yaxshi naqshchilar bor. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Mishadim o'zi maxsus o'zi yakki yagona mustaqil tirishib to'g'ri keldi. Yakan do'st atrofida do'stlar bo'libdi, balkim anjiq ishlari asaraq bo'libdi. Ham talab yuqori bo'lmaydi. Urumchi kelgandiki yolg'iz qoldi, talab qattiq bo'ldi. Mushunchilik darajada hozirgidek hammamizning e'tiborimiz qo'zg'algan ijodiyatchi, naqshchi, o'yinchi rahmat. Mushunday darajada hozir tekst yozdik ekansan, uni men bilmayotganman. Ben burundan shu naqshlarni o'zim yozib kelaylik emasmi? Bu
Biroq naqshlar o'sha ash vaqtida da o'zim 2005 yillardan boshlab tekstlarni o'zim yozib keladi. Men boshlang'ich tekstni odatda bir qancha sanoqli ishlatdim. Qolgan naqshlarimning hammasi shu o'zim yozib kelgan ijodiyatlar. Biz buni aytib cho'nqur tushunchalarni hosil qilishdik suhbat orqali. Rahmat. Tekst yozdigan bolalarimizni masalan shu mutallib Mahmudjanning men ağam yazdı, naqsh etdi, hech qildi. Tekstlarni o'zining boshdan tortib o'zini yozib kelganligini his qilmabdi ekanman. Musobaqada mesela deyilgan. O'zanotda ma tekst degan. Ammo mana ko'p tekstlarni yozganligini uqmaydi ekanman. Bundan keyin sinema san'at hayotingga yaxshi yorqinlik tilaymiz. Rahmat. Sizga yaxshi natijalar tilaymiz. Bugungi suhbatimizda intayin xursand bo'ldim. Rahmat. Andin Mahmudjon balkim sening ko'nglingda o'ylagan mush Yusufjon bilan O'taljon o'xshash eng yuksak bir g'oyang bo'lishi mumkin. Arzu armonlaring bo'lishi mumkin. Hozir shu mening oxir bir bilmoqchi bo'lganim Mahmudjon inimning ko'nglidagi eng buyuk arzusi, yetmoqchi bo'lgan bir g'oyasi nimadi? Men yetmoqchi bo'lgan bir arzuyim endi. Yana mush kasbda shu jon tanda bo'lsa, adaqishim mangsam, nayt bek cho'ng cho'lpan bo'lib ketganmi yo'q, talabchan degandek, pul topqimi yo'q bek, pullar o'g'im yo'q shu. Bu sal bishiga afat bo'lgan ekan bu boylik degancha. Ortiq bo'lib ketsa. Shu azroq turmushga yetkidagli bo'lsa, mush kasbni ilib mangsam, xalqimiz bizning qo'llag'ishlarimiz bizni ancha-muncha yaxshi ko'rsa, deydigan bir arzuyim bor. Nayt cho'ng ulug' var. Nishon arzuyimmi yo'q ustoz. Mush kasb bo'yicha mush kasbning yo'lida mangsam deydigan arzuyim bor. Yaxshi ko'rdigan shunda. Yaxshi ko'rdigan shunda. Andikana aloqalarimmi men xato tushungan bo'lsa, to'g'ri tushunsa, bunodagi men o'ssam, meni izdigiskamiz men izlab borsam, meni bir akavar demagan bo'lsa. Emniyet unda emas. Şenç vermek oğlumuz emniyet şundan. Bizim köygünümüz özümüz tepsilik düzeltmegendikin bir tarafi. Belki vaktimiz yetse ak taraf ötep baksa. Onun üstüne ben yolvasçılık şu abdillaka. Yolvasçılıklarımı kapıksa yaman kelkemi. Kapıgım beni orkalıkka. İşte dikçe köstemdi, işte köstüp koyduk. Emniyette ne etti? Üzemden işte oylayamam, üzemden maktıqım emez. Ne konuum yumuşak. Bek mihriban. Ko'chilik eng oddiy odamlarga bek nazarimni aqtirma. Nazarimni solma. Bek ichimni og'ritma. Sal agavor odamlar bilan deyishib qolmaychi, bakroq chiqish olmayman. Yovvoshni ko'rsam ishim og'riydigan, yomonni ko'rsam bishim og'riydigan bir odamchi. To'g'ri. Shu boy deganimizda yana bir tarafini ko'rib beqishni odatlanishimiz kerak har qanday. Balki odam İnsanın hammasi tug'ilishda eng yaxshi inson tug'iladi-ku. Yashash muhitimiz, sharoitimiz, ko'rgan tarbiyamiz, aralashgan odamlarimiz orqali yakunda odamga aylanamiz oxiri. Umuman insonlar shu oq ko'ngil bilan, mehribonlik bilan, muhabbat bilan o'xshash bir yurakda tug'iladi. Demak, kelib chiqishimiz hammamizdan yaxshi. Shundoq. Her bir narsaga baho berganda cho'qim atrofga kuzatib, bu do'stlanliganda shunday. Bu odamning bir gapi yoki bir ishi bilanla uni unda odam yakmandan odam emas. Agar biz uni bir do'st tutmoqchi bo'lsak, cho'qim uni boshqa tarafga alaylikni yoki texnik cho'nqirroq bir izni beqishimiz to'g'ri keladi. Buga rahmat qilам. Men bugun hisobda maqsadim yetdim desam bo'ldi. Yusufjon ini, Mutallibjon, Mahmudjon eng o'zimni yaxshi ko'radigan inlarim. Hamda bundan keyin biz balkim hayotimiz mana shunday yaxshi ko'radigan kasb bilan davomlashib qolsa, biz hamkorlashishlarga aylanishimiz mumkin. Ayni vaqtda deyishgan. Keyin balkim naqshlarini biz aytishimiz mumkin. Shu gapga qarta javob bermabdimi araz? Sizga faqat fursat bo'lmadi men shu ijodiyat bagidek. Amaliyotda o'zimni aytqanim emas, avoy oshkab chiqdi. Mening ijodiyatlarimni yoqtagan aloqalarimni hozirgacha balkim 20-30 ni boshqalar aytdi. Qashqardagi, Xotandagi, G'uljidagi, Urumchidagi bolalar aytdi. Ba'zi bir cho'lpon akalarimiz aytdi. Faqat sizga bir fursat kelmadi. Tekkizmagan bir yerim bor ekan. Nima u desa,
Abdulla akam yartamı deydigan bir mende. Özümden nakşamını küçük gördüğüm bir idea barda. Şu navada xalısınız, yaxtarsınız bunun için küçüme yetişi en yaxşı sizge mas kıldıgan nakşılarını men yazışık tirişme. Xo'p, rahmat. Biznimizda hozir yaxshi chiqyapti, anglanman. Gerçi o'zim aytmagan bilan sen aytgan naqshni yoki boshqa bolalarga berayotgan naqshni anglab turyapmiz. Asarlar yaxshi bo'lyapti. Rahmat. Mayli Mutallibjon bo'lsin, mayli sen bo'lgin. Nayt yaxshi bir davomlashyapti bu ishlaringlarcha, ijod ishlaringlar. Rahmat. Bugun men bir atal yana naqsh anglaymizmi? Endi albatta Anlamay olmasın ya. Üzümcamma aytdi, Mutallibjonma aytdi, shunday yaxshi naqshlarni akibdi. Xursand bo'ldik, nihoyat go'zal naqshlarni. Hammamda bundan burunmi jiq naqshlarni aytibdimi? Sevgi, muhabbat naqshlarini aytibdimi? Ata-ona faqat mushu biz mushu bir naqshchi bo'lish sifatimiz bilan mushu vatanning tuprog'ida yashayotgan ekanmiz. Al-Vatan kuylangan, vatanimiz kuylangan. Vatanimiz uchun xizmat qilayotgan har soha, har kasbdagi japokash kadrlarimiz kuylangan naqshdan birini aytib boqaychi deb bir naqsh tayyor qilib akagan. Sizdek el uchun xizmat qilayotgan va boshqa xizmatlarni qilayotgan shu japokash shu xizmatchilarimizning huzuri uchun, vatanimiz uchun yurikida al-Vatan temasidagi do'stimiz Olimjon Turan teksti bilan muzikasini o'zim ishlab bir naqsh akagan, shuni bir aytib boqaymiki deb o'ylab. Degan yaxshi. Rahmat. Yürkide el-Vatan bulsa, ardımdımay öterken kişi. Yürkide el-Vatan bulsa, ardımdımay öterken kişi. Kadem alsa daim yan türüp, andışıda vatanın işi. Kadem alsa daim yan türüp, andışıda vatanın işi. Kaytamazken öyge günde, sidalarken gündüzde tünde. Kaytamazken öyge günde, sidalarken
Algımida bisilgay qadam Tutuyadır bu vatan tupraq Algımida bisilgay qadam El üçünla bisilgay qadam